بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Kun, yawm so'zlari Qur'onda 365 marta birlikda qo'llaniladi. 365 kun bu Yer sayyorasining Quyosh atrofida to'liq aylanishi uchun zarur bo'lgan davr. Yoki boshqacha qilib aytganda, Quyosh atrofida bir aylanish jarayonida Yer o'z o'qi atrofida 365 marta aylanadi. Alloh bizga o'zi yaratgan dunyoning mohiyatini shunday tushuntiradi. Kun, yawm so'zi Qur'onda 365 marta birlik va 30 marta ko'plikda qo'llangan. Yawm, kun so'zlarining u yoki bu ko'rinishdagi barcha holatlarni sanab, biz 475 raqamiga erishamiz. 475 raqami 25 koeffitsiyenti bilan 19 ga karrali hisoblanadi. Quyoshni ekvatorial hududlariga to'liq aylanish uchun 25 kun kerak bo'ladi. Metonik siklga ko'ra, Yer, Oy va Quyosh har 19 yilda bir to'g'ri keladi. Ya'ni, agar biz Quyosh, Yer va Oyning bir-biriga nisbatan joylashishini istalgan vaqtda aniqlab olsak, ropparasi 19 Yer yili yoki 475 Quyosh kunidan keyin aynan bir xil hodisani kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Suv, dengiz, ko'l yoki daryo ma'nosini anglatuvchi al-bahr so'zi Qur'onda 32 marta, quruqlik yoki quruq yer ma'nosini bildiruvchi al-bar so'zi esa 13 marta zikr qilingan. Agar 13 ni 32 ga bo'lsak, suv va quruqlik so'zlarining nisbati yerdagi suv va quruqlik nisbatiga teng bo'ladi. Alloh aql egalariga o'z oyatlarini mana shunday nozil qiladi. Yer Quyosh atrofida to'liq aylanishni 365 kunda yakunlaydi. Xuddi shu davrda Yerning yagona tabiiy sun'iy yo'ldoshi bo'lgan Oy 12 ta orbitani yakunlaydi. Qur'oni Karimda oylar soni 12 deb aytilgan. Dar haqiqat Alloh huzuridagi oylar soni 12 tadir. Qur'onda Oy, shahr so'zi esa 12 marta qo'llangan. Yerning yagona tabiiy sun'iy yo'ldoshi bo'lgan Oy o'z atrofida elliptik orbita bo'ylab roppa-rosa 27.32 kun ichida aylanadi. Qur'on bo'ylab Oy va qamar so'zlari 27 marta ishlatilgan. Fatabarakallohu ahsanul xoliqin.